Salom hammaga. Men Jenny Claudia. Bugun sizlar bilan Shimoliy Koreya haqida gaplashamiz. Nega ko'pchilik bu davlatni yomon ko'radi? Bu haqiqatan ham davlatning o'zi bilan bog'liqmi yoki boshqa sabablar ham bormi? Keling birgalikda bilib. Avvalo Shimoliy Koreya Sharqiy Osiyoda joylashgan davlat. U Janubiy Koreya, Xitoy va Rossiya bilan chegaradosh. Poytaxti Pyongyang. Davlat kimlar sulolasi boshqarib keladi va hozirgi rahbari Kim Ji Un. Lekin nega bu davlat haqida shunchalik ko'p salbiy gaplar eshitamiz? Birinchi sabab axborot erkinligi cheklangani. Ko'plab fuqarolar butun dunyo foydalanadigan internet kira olmaydi. Buning o'rniga faqat davlat nazoratidagi mahalliy tarmoqlardan foydalanishadi. Chet el filmlari, serial yoki musiqalarni ko'rish ham juda cheklangan. Ikkinchi sabab mamlakatdan erkin chiqib ketish qiyinligi ko'p. Davlatlarda odamlar bemalol sayohat qilishi mumkin, ammo Shimoliy Koreyada chet elga chiqish qat'iy nazorat qilinadi va bunga hamma ruxsat ola olmaydi. Yana bir sabab so'z erkinligi. Xalqaro tashkilotlar bu mamlakatda hukumatni ochiq tanqid qilish yoki erkin fikr bildirish imkoniyati juda cheklanganini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, internetda tarqalgan har bir video yoki hikoya ham 100% to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zi ma'lumotlar bo'rttirilgan yoki tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday mavzulardan har doim bir nechta ishonchli manbalarni solishtirib ko'rish kerak. Xullas, ko'pchilik Shimoliy Koreyani emas, balki u yerdagi qattiq qoidalar va inson huquqlari bilan bog'liq muammolar tanqid qiladi. Siz bu mavzu haqida qanday fikrdasiz? Keyingi videoda yana qaysi davlat yoki sirli joy haqida gaplashishimizni izohlarda yozib qoldiring.